Bolajonlarda yo'talni davolashda qo'yiladigan eng katta xato haqida gaplashamiz. Kasallik boshlanganda bolajonimiz birinchi 5-7 kunda quruq yo'tal bo'ladi. Onajonga qanchalik bolajon balg'amli yo'talayotgan bo'lib ko'rinsa-da, lekin bolajon quruq yo'talayotgan bo'ladi. 5-7 kundan keyin bolajonda keyin balg'am ko'chishi boshlaydi va keyingi 5-7 kunlikda balg'am ko'chadi. Demak, yo'talli o'zini hayoti bor. 20-25 kun. Bize har bitta 5 kun 7 kunlikda o'zini dorisi bor. Bize balg'am ko'chiruvchi dorilarni birinchi kundan berishimiz mumkin emas. Bize birinchi kunlikda yo'talni bosuvchi dorilar beramiz. Keyin 5-7 kundan keyin balg'am ko'chishi boshlagandan keyin balg'am ko'chiruvchi dorilar beramiz. Agar siz shamollashi birinchi kunlarda balg'am ko'chiruvchi dori berib qo'ysangiz, bolajonni kichkina o'pkachasidagi kichkina nafas yo'llaridagi pishmagan balg'amni pishirib, o'sha joyni ichiga to'ldirib qo'yasiz va bolajonning o'pkasi o'zini balg'amiga cho'kib ketadi va bu og'ir holatlarga va bolnitsaga borishga to'g'ri keladi. Shuning uchun birinchi 3-5 kunlikda siz yo'talni bosuvchi, keyingi kunlarda balg'amni ko'chiruvchi dorilar berishga maqsadga muvofiq.